Bugün mana 12 avgust 2026 yil. Bundan ro'parasa 1,5 yil, 1 yil 5 oy oldin 1 aprel 2025 yil mana shu joylarga bir dona apparat bilan ko'chib kelganim, bo'ynimda 70 ming dollar, 65 ming dollar qarz. Shirili biznesimizni to'xtatib ajrab chiqqanim. Bu apparat bilan ish boshlaganmiz. Mana bir dona. Ikkinchisini qarzga oldik. 4 oyga nasiyaga olib, 4 oyda uzdik. Undan keyin gazablok boshladik. Allah beraman, hech gapmas ekan. Mana bu yildan pena bilan yo'lga qo'yganmiz ishlab chiqarishchi. Bu yoqda ham ikkita bo'lish bilan ta'minlangan. Kuniga 400 ta 350 ta pena bilan chiqaramiz. Joyda kara o'rganamiz texnika qilib. Mana mahsulotlar. Lekin avvalo Alloh qo'lladi. Xudo berdi. Beraman desa hech gapmas ekan. Harakatda to'xtamadik, izlandik. O'zimizdan ilmi ko'p, muvaffaqiyatli insonlarning davrasida ko'proq bo'ldik. O'shalardan ilhomlandik. Bular qilganda nimaga biz qila olmaymiz degan o'zimiz hisob kitob davrlari bo'ldi. Mana hozir bu yerda ham 3 kishi ish bilan ta'minlangan. Bu yog'imiz endi gazoblok seximiz. Joyimiz arendalik uchun временный qilamiz. Mana narsalarni ham katta sex tomini yopish ancha rasxodlik uchun salafonni yopganmiz. Kechagi shamol uchirib ketdi. Mana bu yoqda 6 kishi ish bilan ta'minlangan. Endi hozir xarajatlarni minimallashtirish maqsadida pachkali semen ishlatardik. Naval semen ishlatish uchun bu yoqqa mana narsa qilyapmiz. Semen xolam. Bu yoqda 6 kishi ish bosib ishlab chiqarishyapti. Gazoblok. Ularga ham karalar qilib berganman. Texnika ikkitadan mahsulotni toshishga qiynalmasligi uchun. Endi bu yoqqa kecha xudo xolisa bitta ukamiz Qozoqdan kelib qolgan ekan. Oldin ishlab ketgan ishchimiz. Yo'q, hozir kafilkili roddan bizning mahsulotlarimiz asosan kafilkili bilan uriladi-da. Qorishma. Shuning uchun hozir chektiramiz. Shuning uchun kecha kafilkili stanok olib keldik, o'rnatdik, montajlari bo'ldi. Xudo xolasa mana bugundan inshaalloh sinov variant ishlab chiqarishni boshlaymiz. Kelib qo'ydik mana. Bu yoqdan zapravka bo'ladi, shinek bilan olib kirib ketadi. Xudo xolasa ish boshlaymiz biz bu. Semenlarni quyib qo'ydik oyog'iga. Montaj ishlari bo'lgan. Bugundan mahsulot keladi. Shu joylardamiz endi obod qilib harakat qilyapmiz. Bu yoqqa shahar kelyapti, shularga mahsulot yetkazib berishga harakatdamiz. Xullas 15 ta, 14 ta. Yo'q, bu yoq 16 ta odam ish bilan ta'minlangan, Xudoga shukr. Bundan 10 yil avval, 12 yil avval Damas'cı bo'lganman.
Damasda 500 so'mdan kiraga odam tashiganman. Lekin o'sha paytda ham bunday qolmasligim kerak. Bu mening ishim emas degan izlanish bo'lgan, harakat bo'lgan. Nima demoqchiman? Niyatingizga yarasha berar ekan Xudo. Shu niyatlarni daftarlar tutib, yozib, odam o'zini o'zi razbor qilib, bugun nima qildim, ertaga nima qilaman degan reja bo'lsa, maqsad bo'lsa, unga qarab berar ekan Alloh. Eng yaqinlaringiz, ota-onangiz duosi. Muvaffaqiyat bo'lar ekan. Hozir buni tomini yangilaymiz, buni ham endi mana kuz kelib qoldi, yomg'ir sochingan, salafanlarni kechagi dovul uchirib tashladi. Shunaqa gaplar.